kep qapsa adaş, bu bizning uchun bo'ni olsun chiroy emas, mingshing chiroy deymiz mani. Voy to'g'ri adaş, sen mingshing, sening oilang hammang mingshing. Mening kindigingda qancha tal tushvaligini to'rdashlar opangdan bakrak bilamiki? Çalımengül bu gaplarga ochchi kulib qo'ydi. Hamda ko'nglida "Hab sen cho'kanni boplayman, yo'q banani chaplayman" deb fursat kutib o'ltirdi. Kechlik xabar vaqti kelganda muharrir Vatildani topolmay qoldi. Çalımengül bo'lsa, fursatni pamlab "Men qiqos jibo qilib o'taman, xabarga chiqish degan qanchalik ishdi" deb o'zini tavsiya qildi. Amalsiz qolgan muharrir "Bo'ptila, qog'oz bo'lmasa dangal yaxshi" deb Çalımengülni Vatildaning o'rniga chiqishga buyurdi. Esingizda bo'lsin, men sizning tayinyoq jibolaringizga o'xshamaydi-jimi? Nay naqsh pasingizda pul kirdigan. Ansirman, xabar deganning mumisini ko'rsataymi? Ko'pchilik, diqqat qilinglar. E'lon qistirish tayyor bo'linglar. Qaysi e'lonni? Voy, eliq qanoti ba ushmaydi, qan sho'raydi, chaqmaydi degan e'lonni. 3, 2, 1, action. O'ylamagan yerdan Çalımengül xabar deganni titib o'tdi. O, apindim. Qizlarim qanday aka? Ay, yangisi tas-tasga. O'zimning qizlari. Bu chaqda hojatxonaga solinib kelib arang qechib chiqqan Vatilda o'zining xizmatdagi savaligini vaqtida to'liqlagan Çalımengülni ko'rib, ichidan suyunib ketdi. Asi televiziya stansiya ko'ni binoni tashlab, yangi binoga ko'chmoqchi bo'ldi. O'zining burunqi xizmat o'rniga ko'zi qiymagan atrofdagi xizmatdoshlar bugun kash bir chang o'ltirayli deyishdi. Hamda bu odamsiz binoning ichida rangli so'rindan birini qurib o'ltirdi. So'rin jarayonida Çalımengül maslikda o'zining Vatildani qasdan hojatxonaga solab qo'yganligi hamda mushunda qilish orqali o'zining diktorlik qila oladiganligini isbotlamoqchi ekanligini aytdi. Nima deding? Anang seni tutqanda qattiqroq injiqlib etmagan bo'lg'iti, qallangni ya shashuydoga eqtib etdingmi? Atimiras sazenda bo'lsangmi, men cho'ng dadangning duttir emas. Bundaq chep o'ynaydigan. Bekdan chiqarg'in kelib ketsa, bundaq nacharlik qilmay, yalang'och suvda o'yinsanmi, xili danqing chiqatdi. Meni qilolmaydi deb qoldingmi? Haqlar uchun denzan qildiganlar ish bo'lsa, xili ishlarni qilib etma. Bu gaplarga chidab o'ltiramagan Vatilda Çalımengül bilan choshlashib ketdi. Yigitlar mushlasi bir chatga tot, qizlar choshlasi sho'shangga tot degan prinsipga amal qilib kelayotgan bu sho'shangchi yigitlar telefonlarini chiqarib suratga ilishga boshlaydi. Tuyuqsiz ularning ko'zlari to'rlashib, yer jahon qorong'ulashib, asli o'shini yo'qotdi. At deganda Çalımengül o'shiga kelib, ko'zini ichishi bilan tang meningmi ko'zimni ichib qo'ydi. Çalımengül zalning o'ttirdan xuddi oxirlashtiruvchida yalang'och qiyofatda o'ltiribdi. Bu zada nima shop ketdi. Maslikdan pastlik chiqmagandi. Çalımengül qattiq qo'rqib ketdi. Hamda qo'llari bilan badanni to'sib, xuddi men bir ko'rib oldigandek uyoq-buyoqlarga mo'kinib yurdi. Hech yerdan kiyim-kechak topolmagan bu qiz oxiri bir aynakni oldiga to'rab, bu yerdan qutulishga amal qilmoqchi bo'ldi. Men bu umrimda aynak bunchalik o'shib boqmagan. Tfi, aynakdan poqroq nurni udul binodagi ortiqishga orgichib oldigan oq ko'ngil bola ko'rib qoldi. Hamda qiziqib bu binoga kirib boqmoqchi bo'ldi. Çalımengülning qo'lidagi aynak odamni xo'sh qilib, yo'q odamni ansirtib tuyuqsiz chiqilib ketdi. Oq ko'ngil bolaning bu binoga kirayotganligini ko'rgan bu qiz xuddi qoplandan qochgan bo'kandek ishni taqab ching o'ltirib oldi. Oq ko'ngil yigit ketgandan keyin Çalımengül o'zining telefonini bulung pishqoqlardan izlab tep qoldi. 您好，您的电话已欠费。Sorry, your spirit ashundaroq. Opla, endi qanday qilg'ulu? Soqchiga telefon qilaymi? Bunda qilsam, mening danqim chiqib ketib qolarmi? Danqim chiqsa-ku mayli-de. Ammo ma satshin sayrimni ko'rib qoldigan bo'ldi-da. Hey, odatda sushin yeni kiyib berib shovduzlarim chiqib ketibdi. Voy, bu nima satchilik?